ko'pchilikni shu xato fikr yo'ldan adashtiradi. Ha, adasi boyda, shuning uchun mana bunaqa boy oilada o'sgan, qiyinchilik ko'rmagan. Endi sizga savol, qiyinchilik ko'rmagan, boy oilada o'sayotgan qancha bolalar bor? Ular necha foiz muvaffaqiyatli? Hamma muvaffaqiyatli emas. Agarda siz boy oiladan chiqqan bo'lsangiz, o'ziga to'q oiladan chiqqan bo'lsangiz va muvaffaqiyatli bo'layotgan bo'lsangiz, demak bu yerda sizning juda katta mehnatingiz bor. Juda katta mehnatingiz, juda katta o'zingizning harakatingiz, juda katta intilishingiz bor. Pul hamma narsani hal qilib bermaydi sizga. To'g'rimi? Mana o'ziga to'q, badavlat oilalar juda ham ko'p. To'ppa-to'g'ri. Ularning farzandlari ham juda ham ko'p. Misol uchun o'sha farzandlarning ichida ham qaysi biridir muvaffaqiyatli bo'ladi, qaysi birlaridir bir kuydirgi bo'ladi. To'g'risi? To'liq biznesni berib qo'ysa ham, qaysidir vaqt ichida boylik har doim farzandlarga yordam bo'lmaydi. Qaysidir ma'noda qaysidir farzandlarni sindirib ham qo'yadi u. Misol uchun. Shuning uchun men bu tarafga odamlar fokusini qaratish kerak emas deb o'ylayman.